Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun suhbatimizni yana tavhid to'g'risida davom qildiramiz. Biz avvalgi suhbatlarimizda tavhidning ta'rifi va tavhidni uchga bo'linishligini botilligi to'g'risida Ahmad ibn Zayn ad-Dahloniy Ad-Durar Saniya fi Raddi alal Vahobiyya nomli kitobidan dalillar keltirgan holatda so'zimizni yuritgan edik. Bugungi suhbatimizda inshaalloh Ahmad Zayn ad-Dahloniy yuqoridagi nomini keltirgan kitobimizdan yana keltirib o'tamiz. Ya'ni bu yerda tavhidning uchga bo'linishligini noto'g'riligini isbotlab berganlar va jumladan shunday deydilar. Ya'ni musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida va siyratlarida u kishini oldilariga Sahro arablari u kishini qo'llarida islomni qabul qilish uchun kelsalar, ularga tavhid rububiyya bilan tavhid ulug'iyani o'rtasini ajratib berganmidilar deydilar. Yoki seni islomga kiritadigan tavhid ulug'iyadir dermidilar payg'ambarimiz deydilar. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yolg'iz shahodatayn, ya'ni kalima shahodatni aytishliklari bilan ularni islomini qabul qilarmidilar va zohir lafz bilan ularni musulmon deb sanarmidilar. Ya'ni bu yerda 4 ta narsani keltirildi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga Sahro arablari u kishini qo'llarida islomni qabul qilish uchun kelsalar, ularga tavhid rububiyya bilan tavhid ulug'iyani o'rtasini ajratib bermasdilar. Yoki bu to'g'risida payg'ambarimiz umuman so'z yuritmasdilar, balki kalima shahodatni zohir lafzni aytishligi bilan ularni musulmon sanadilar va hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar: la yahillu damu mri'in mu'minin yashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh. Ya'ni la ilaha illalloh deb va meni Alloh taoloning rasuli deb guvohlik bergan kishini qoni to'kishlik halol bo'lmaydi deganlar payg'ambarimiz hadislarida. Shunday ekan, yuqorida aytib o'tdikki, payg'ambarimiz hadislarida ham, siyratlarida ham, hadis kitoblarida ham hech kim payg'ambarimiz tavhidni 2 ga yoki 3 ga bo'lganligiga guvoh bo'lmaganlar. Yoki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom tavhid ulug'iyya ularni islomga kiritadigan narsa deb xabar bermasdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yolg'iz shahodatayni aytishliklari bilan ularni islomni qabul qilardilar, ularni musulmon sanardilar, ularni qonini to'kishlik, obro'sini to'kishlik, molini talashlikni harom derdilar. Hajjatul Vadoda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Albatta sizlarni qonlaringiz, obro'laringiz, mollaringiz bir-biringizga haromdir dedilar. Shunday ekan, tavhidni 2 ga yoki 3 ga bo'lish orqali musulmonlarni kofirga chiqarishlik, mushrikka chiqarishlik, u orqali ularni qonuni halol deb bilishlik, ya'ni o'ldirishlikka hukm berishlik yoki ularni talashlikka hukm berishlik va shu orqali 200 yildan oshiq vaqt mobaynida turli musulmonlarning ichida turli fitnalarning yuzaga kelishligi, faqat musulmonlarning qoni to'kilishligi, musulmon yurtlarini vayron bo'lishligi, masjid madrasalarni vayron bo'lishligi, begunoh odamlarning qoni to'kilishligi, ishlab chiqarish, izdan chiqarishligi, zavod fabrikalar vayron bo'lishligi, buning natijasida musulmonlar o'rtasida nihoyatda katta parokandalik, qashshoqlik, ocharchilik, begunoh odamlarni o'lib ketishligiga bu narsa sababchi bo'ldi va bu eng bir katta fitnaga aylandi. Yana so'zimizga qaytadigan bo'lsak, o'sha bemazhab toifalar o'zlarini e'tirof etmagan musulmonlarni Makka mushriklari bilan tenglashtirganligini biz avval so'zimizda keltirgandik. Buni botilligini Ahmad Zayn ad-Dahlon quyidagi so'zlar bilan keltiradilar. Ular musulmonlarni vasila qilishlikda, ya'ni ular Alloh taolodan biron bir hojatini ravo qilishlikda Alloh taolodan so'rayotgan vaqtlarida Parvardigorim falon solih bandangning hurmatidan meni hojatimni ravo qil aytgan musulmonni Makka mushriklari bilan tenglashtirgan. Bu so'zlarni botilligini Ahmad Zayn ad-Dahlon keltirganlar va bu qiyos botil ekanligini quyidagi so'zlari bilan ular isbot qiladilar. Ya'ni Makka mushriklarini shirkka, kufrga tushirgan narsa nima edi? Ular Makka mushriklarni biz avval oyatda keltirgandik. Ya'ni ulardan osmon va yerni kim xalq qilgan deb so'ralsa, Alloh taolo xalq qilgan deb ular javob berishdi. Va shu orqali bemazhab toifalar o'zlarini e'tirof etmagan musulmonlarni Makka mushriklari bilan tenglashtirishgan. Makka mushriklarini kufrga, shirkka tushirgan narsa boshqa narsa edi. Ya'ni ular Ka'ba-i Muazzamani ichida 360 ta o'zlarini sanamlarni qo'yardilar va sanamlarni ilohlarimiz deyishardi.
Ya'ni ilohlarimiz degani Alloh taolodan o'zgani ilohlar, xudolarimiz deyishardi. Va ularni ibodat qilishlikka loyiq deb bilishardi. Va ularga ibodat qilishardi va nazr va qurbonliklarni o'sha ilohlariga baxshida qilishardi. Ularga vaqtiki bu butu sanamlaringiz sizlarga zarar ham bera olmaydi, foyda ham bera olmaydi. Ular hech narsani xalq qilgan emas, balki o'zlari xalq qilingan deb aytilsa, ular ya'ni oyat karimada Alloh taolo marhamat qiladi o'sha Makka mushriklarining tilidan. Ya'ni Astagfirullah ma na'buduhum illa liqarribuna ilallohi zulfa. Ya'ni biz bularga ibodat qilmaymiz, balki bular bizni Alloh taologa yaqinlashtiradi degan gapni aytardi. Va mana shu gapni ular o'zlarini e'tirof etmagan musulmonlarga to'g'rilab, Makka mushriklarini aytgan so'zlarini to'g'rilab, ular Makka mushriklari bilan teng deb o'zlarini e'tirof etmagan musulmonlarni mushriklikda, shirkda ular ayblashadi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu xavorijlar xuruj qilgan vaqtda xavorijlar haqida so'ralgan ekan. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu quyidagi so'zni aytgan ekanlar. Ya'ni hum shirarul xalqi. Ular yaratilmishning, ya'ni xalqning eng yomonidir. Intalaqu ila ayatin nazalat fil kuffari faja'aluha lil muslimin. Ya'ni ular kofirlar haqida tushgan oyatlarni musulmonlarga to'g'riladilar. Haqiqatda bemazhab toifalarni ham olib qaraladigan bo'lsa, Makka mushriklari haqida tushgan oyatlarni musulmonlarga to'g'rilab, ularni kofirlikda, mushriklikda ayblashadi va ularni qonini, molini va obro'sini to'kishlikni halol deb bilishadi. Endi bu narsa harom narsa ekanligini biz yuqorida keltirib o'tdik. Haromni halol deyishlik bo'lsa, ahli sunna va jamoa ittifoqi bilan kofir bo'lishligi aqida kitoblarini barchasida keltirilgan. Biz yuqorida aytib o'tdik. Demak, Makka mushriklari birinchidan sanamlarni ilohlarimiz derdi. Ularni ibodat qilishlikka loyiq derdi va ularga ibodat qilardi va ularga nazrlarni, qurbonliklarni atardi. Endi musulmonlarni olib qaraydigan bo'lsak, biron bir vasila qilinuvchi solih insonni ilohlarimiz deb e'tiqod qiladimi? Birinchi savol. Ikkinchi, vasila qilinuvchi solih insonga ibodat qilishadimi, ya'ni sajda qilishadimi? Ana bu qiyosni mana shu bilan botilligini Ahmad Zayni Dahlon yuqoridagi keltirib o'tgan kitoblarida keltirib o'tadilar va ularning da'volari botilligini aytib o'tadilar. Shundan ogoh bo'lishimiz kerakki, Alloh taolaga hamdlar bo'lsinki, musulmonlar biron bir narsada Alloh taolaga shirk keltirishmaydi. Ularni Makka mushriklariga tenglar o'sha tavhid bo'lish orqali bu nihoyatda xato ish ekanligini keltiradilar. Parvardigor barchamizni o'zini hidoyatda sobit qadam qilsin, adashtirmasin, ahli sunna va jamoa yo'lida bo'lib, hayotda haq yo'lda bo'lib, Parvardigorga yo'liqquncha haq yo'lda bo'lishimizni Parvardigor nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.